$995 umra safariga borishni sizlarga tavsiya qilamiz. Adashmadinglar, Primo reyslarimiz pereslatkali reyslar bas. Primo $995 umra safariga borish imkoniyati. Biz rasmiy litsenziyaga ega Hikmat Travel'ga Abdug'offor akam oldilariga kelganmiz. Assalomu alaykum Abdug'offor aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Aka, gapimiz rostmi? $995 dan umra safari bormi? To'ppa to'g'ri aytdingiz. Umra safari $995 dan Primo reys Toshkent Jidda. Xo'p, chislolarni ham aytib o'taman. Toshkent Jidda Primo reysimiz 22-iyun kuni va 26-iyun va 29-iyun va 30-iyun kunlari Toshkent Jidda Primo reysimizning narxi $995. Xo'p, endi aka vodiydan ham reyslarimiz bormi? Bor. Vodiydan Farg'ona Jidda bor Primo reysimiz. Uni chislolari 23-iyun, 26-iyun va 29-iyun kunlari. Buni narxi $1035 Farg'onaniki. Toshkentniki $995. Endi aka iyul, avgust oylariga o'zlarining joylarini bron qilamiz deganlarga narxlar qanaqa bo'ladi? Xo'p, keyingi oylarga boramiz yoki avgust oyiga boramiz deydiganlar uchun ham joylarni bemalol bron qilsa bo'laveradi. Buni $1035 dan qilib beramiz keyingi oylardagini ham. Xudo xolasa narxlar o'zgarsa ham sizlarda narxlar o'zgarmaydi. Inshaalloh joylarini aka bron qilish tartibi bo'yicha ma'lumot bersangiz, qaysi viloyatlarda ofislar bor, onlayn bron qilsa ham bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi. Xo'p, ofisga kelib, to'lov qilib, joyim bron qilib ketmoqchiman deydiganlar uchun 3 ta viloyatda bizning ofislarimiz bor, rasmiy ofislarimiz Andijonda, Toshkentda va Farg'onada. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi, atga bora olmaymiz deydiganlar uchun shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Onlayn joylarini bron qilsalar ham bo'laveradi bemalol. Nafaqat O'zbekiston, balki boshqa respublikalardan Qirg'iziston, Tojikiston bemalol joylarini bron qilishlari mumkin. O'zimiz sizlarni kutib olib, o'zimiz kuzatib boramiz, xudo xolasa. Narxida ham o'zgarish bo'lmaydi boshqa davlatdan kelsalar. Xudo xolasa juda ham chiroyli ma'lumotlar bo'ldi obunachilar. Inshaalloh Abdug'offor aka, endi ziyoratchilarga qanaqangi sharoitlar tayyorlandi aka? Xo'p, sharoitlarimiz zo'r, xudo xolasa. Borib o'zlaringiz ham ko'rsalar, maza qilib ibodat qilib kelasizlar inshaalloh. Madinada Divan al-Hijra gastinisamizning nomi 150-200 metr uzoqligi. Xo'p, Makkada Sama al-Misk gastinisamizning nomi 800 metr uzoqligi. Undan tashqari Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkatilloda 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madinada 5 dan ortiq va Makkada 10 dan ortiq ziyoratlar va Qizil dengiz sayohati ham o'z ichiga oladi. Xo'p, aka 50 boshlarimiz masalasi, undan tashqari aeroportda nimalar taqdim etiladi? 50 boshimiz xudo xolasa aeroportdan birga borib, birga kelishadi inshaalloh. Keyin undan tashqari firma tomonidan beriladigan narsalar kamzil beriladi, bejik beriladi, so'mka beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz. Va qaytilayotganda xudo xolasa 5 litr zamzam suv bonus sifatida beriladi. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol o'zlarining joylarini bron qilsalaring bo'ladi. Videomizga bitta like bosinglar, kommentariyaga hislaringlar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni yuborib qo'yinglar. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga aytilayotgan narxlardan ham ancha chegirmalarda qilib berishar ekan. Hoziroq aloqaga chiqib o'zlarining joylarini bron qilinglar.